o'sha bilgan ilmimizga amal qilishimiz kerak. Mana ilmlarni o'qiymiz inshaalloh. Adiyatda farz amal degan bor, vojib amal bor, sunnat amal bor, mustahab amal bor, anan harom, makruh degan amallar bor. O'sha haromlardan, makruhlardan, shubhalardan o'ta olis bo'lib, andan o'zimizni saqlashimiz kerak. Anan amallarda vojib, farz, sunnat amallarda atqarishimiz kerak. Hattoki mustahab bo'lgan amallarni doimo qilishga harakat qilishimiz kerak. Bo'lmasa mustahabni qilmasa gunoh bo'lmaydi, biroq qilsa savob bo'ladi. O'shaning uchun bu ilmni o'qigan odam eng birinchi o'sha mustahab amallarni atqarishi kerak bo'ladi. Eğer mustahab amalda atqarsa, sunnat bekindir. Sunnat amalda atqarsa, vojiblar bekindir. Anan qachon vojiblarni atqaraversa, anan shunda farz amallarni to'liq qiladi. Endi bir-ikki misol aytib ketsam, o'sha gunoh ishlarni qilishimiz kerak. Buni aytmasa-da bilamiz, gunoh ishlarni. Biroq aytib ketayin. Gunoh bo'la turgan ishlar bor. Misollar, eng birinchi tarkus salat deydi. Namozni tark qilishdir. Alloh taolo bir kunda 5 vaqt namoz o'qishni farz qilgan. Bu farzlardan eng ulug'i. Erta qiyomat kunidan so'rov javob bo'lganda eng birinchi namozdan so'rov bo'ladi deymiz. Eng birinchi namozdan so'rov bo'ladi. Agar o'sha namozning so'rov javobidan yaxshi o'tib olsan, andan keyingilari yengil bo'ladi deymiz. O'shaning uchun eng birinchi namozga bekor bo'lishimiz kerak. 5 vaqt namozni o'z vaqtida qaltirmasdan, makruh avvalga keltirmasdan vaqtida o'qishga harakat qilishimiz kerak. Ana shunda qarshisi namoz o'qimay qo'yish bu cho'ng gunoh bo'lib hisoblanadi. Ana bir odam o'zisiz, sebepsiz o'tiribda, kuylashib o'tirib, ish qilib o'tirib namozni qaltirib qo'yib turgan bo'lsa, namozni qazo qilib qo'yib turgan bo'lsa, bu cho'ng gunoh bo'lib hisoblanadi. Cho'ng gunoh. Shunda yana tag'in gunohlardan bor akli ribo, sudxo'rlik. Endi sudxo'rlikni ba'zanlar bilasizlar, endi bu haqida odamlar qilmasa kerak, sudxo'rlik tag'in bu gunoh bo'lib hisoblanadi. O'shanda qatorida o'sha odam o'zining rizqisini halaldan topib, darma halal qilib yashashga harakat jasash vojib bo'lgan amallardan. Ondan g'aybat qilish degan bor, ushaq tashish degan so'zlar bor. Mana bulardan o'ta ehtiyot bo'lish kerak. Bular tag'in cho'ng gunohga o'ta turgan gunohlardan bo'lib hisoblanadi. Yana bu medresa o'qigan odam, kitob o'qigan odam, Allohning Qur'onini o'qib turgan odamda bunday sifatlar bo'lishi kerak. Yana o'sha g'aybat qilish, birovlarga ushaq tashish, orqasidan jamandash, ko'rolmaslik degan bor, hasad degan bor. Ana hasad qilish da bu gunoh bo'lib hisoblanadi. Biroq hasad qilsa bo'ladi, mana hadislarda o'qiganlar ikki narsaga. Biri bir odamga Alloh taolo mol dunyo berib qo'ygan bo'lsa-yu, al mol dunyosini Alloh yo'lida doim yaxshilikka sarflasa, o'shani hasad qilsa bo'ladi. Mendan shunday ma'lum bo'lsa-da, shunday yaxshi ishlarga sarflasam dedi. Ikkinchi bir odamga Alloh taolo hikmat bergan bo'lsa, hikmat deb ilm bergan bo'lsa, ana o'sha adam o'sha ilmi bilan amal qilib, o'sha ilmi bilan hukm chiqara turgan bo'lsa, o'shaga hasad qilsa bo'ladi. Yana menda dag'in Alloh taolo ilm bergan deydi, men dag'in shu ishlarni jasaytadim deb hasad qilsa bo'ladi. Ana shunday barchalar o'sha gunoh ishlar ko'rganligini aytib o'tirsak, o'shalardan jalg'an suylash degan bor. Bulardan ilm o'qigan odam o'ta olis bo'lishi kerak. O murdalaqda biz yashmoqimizda oqsoqollardan o'qitadik, birda adabli, tarbiyali odamni ko'rib qolsa, madrasa ko'rganda bu deb qo'yishadi.
Demek medrese koygan adam oşonday bir ülgü boluş gerek elge. Elge ülgü boluş gerek. Oşo jürüm turumu menen, kılgan amallari menen, adamlarga bolgan mamilesi menen oşo eldi İslamga çakırgan boluş gerek. Ana oşo davat deyip dinge çakırı. Oşo dinge çakırı albatta o'zaki dag'in bo'ladi, biroq o'sha odam o'z jurm turimi bilan dag'in o'shanda dinga tortishi mumkin. Sebebi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam da eng odamlarning ichida eng xulq o'zi yaxshi bo'lgan zot bo'lgan. Ana hech qachon birovga qattiq degan emas, birovga haqorat qilgan emas, birovga baqirgan emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib turib, endi biz kim bo'libmiz endi o'shantib her günge bakıra verip, birovni urusha verip, birovni artidan jamandab kuylayverishga. Ana bu o'sha chiniqi musulmonning sifati emas. O'shaning uchun biz shu medresada o'qigan odam eng birinchi o'sha adab bo'lish kerak. Ilmuka va adabuka humal hislatani tasudu bihima deydi. Bu hadisda ilming yana senin adabing şu ekoğu bilen sen uluq bolasın deydi. Ana bir adamda ilim algan bolsa, biroq adebi bolmasa, anı da ilmiden fayda yaxşı tiyip edağal. Yoksa öte adeptu bolup, ana ilmi yok bolsa, işte ilim yok düşünmey, kuruğa da adep kılıversin, bundan fayda verelmeydi o. Oşun için ilim ve adep daima birge oluş gerek. Ana mümkün bolgança mana medresede okup ilim öğreniyortasızlar. Oşoğun yarışı adepte oluş gerek. Adepte dağın biz yürütü atağız, adep savaklarımız var. Kanca neseler, kitaplarda, oşo hadislerde, başka nemelerde adep yürütü dağın köp meseleler aytılar. Ana şularga amal kılıp, ilim ve adepte daima birge adı yürüyüşünüzlerdi. Sizge men tavsiye kılamın. Allah Teala oşo okugan ilminizlerge bereke versin. Dağılından dağın ilminizlerde Allah Teala ziyade kılıp ilmi Rabbami versin. Allah Teala bardığınızlardan şu okugan ilminizlerge amal kıla turgan, şu adeplerdi saklay turgan alimler, adeptu, alimeler, müderriseler bolup yürüyüşünüzlerde Allah Teala nasip kılsın. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.